Prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimi hamda ularning jamiyatdagi mavqeini yanada mustahkamlash masalalari bo'yicha xotin-qizlarimiz nafaqat farzand tarbiyasida, balki turli sohalarda ham fidoyilik ko'rsatayotganliklari, ularning og'irini yengil qilish, huquq va manfaatlarini ta'minlash maqsadida so'nggi yillarda bir qator qonunlar, farmonlar va qarorlar ham qabul qilindi. Ushbu tizim doirasida men ham o'z ish faoliyatim davomida bir qancha ilmiy izlanishlar olib bordim hamda bugungi kunda o'zimning ilmiy izlanishlarimni planni qayta ishlash sohasidagi mavjud muammolarni yechimiga qaratganman. Bu borada hozirgi kunda bir qator ilmiy tadqiqotlar o'tkazib, ijobiy natijalar oldim. Mening ilmiy ishim mavzusi pilla lo'sini tozalab oqartirish usuli deb nomlanadi. Buxoro viloyati bo'yicha oladigan bo'lsak, pillachilik ishlab chiqarish korxonalarida hozirgi kunda 2145 ming tonna pilla xomashyasi qayta ishlanadi. Shundan 0,5-0,7%ni, ya'ni 11-13 tonna pilla lo'si chiqitga chiqadi. Pilla lo'si chiqitidan jahon bozorida hozirgi kunda 0,5-2,5 AQSh dollari, ya'ni o'rtacha hisobda 9 ming, 31 ming so'm atrofida baholanadi. Pillachilik korxonalaridan chiqayotgan 11-13 tonna pilla lo'si chiqiti 6-7 tonna tozalangan momiq olish. Pilla lo'si chiqiti jahon bozorida hozirgi kunda 0,5-2,5 AQSh dollari, o'rtacha hisobda esa 9 ming, 31 ming so'm atrofida baholanadi. Pillachilik korxonalaridan chiqayotgan 11-13 tonna pilla lo'si chiqitidan 6-7 tonna tozalangan momiq xomashyasini olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Olinadigan pilla momig'ining har bir kilosi hozirgi kundagi bahosi 25-30 AQSh dollari hisobida to'g'ri kelishini inobatga olsak, umumiy hisobda bir mavsumda 360 ming AQSh dollariga teng xomashyo yetishtirish imkoniyati yaratiladi. Biz ushbu chiqitdan chiqayotgan pilla lo'sini qayta ishlab, yangi mexanik hamda kimyoviy usullarda tozalab, oqartirilgan momiq olishga erishdik. Tozalab oqartirilgan pilla lo'si momig'idan tola ishlab chiqarish, ko'rpa, yostiq, ichki qismlariga hamda qishki kiyimlarning ichki qismlariga issiqlik beruvchi, ya'ni issiqlik saqlovchi qatlam sifatida ham foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldik.